Keldilermi? Keldi. Kiyimlaringni almashtirib ollaringmi? Ha, almashtirdik, tayyormiz. Ha, boyagi kiyib kelgan kiyimlaringdan farq qilmas ekan. Endi bor-da, otam bor-da. Mayli. Men hayronman-da. Muncha to'nkani bittang sal qariroq, bittang nimjon ekansan. Kuching yetarmikan ish qilib? Do'ndiramiz. Ha? Yorib tashlaymiz, terib tashlaymiz, yoqib tashlaymiz. Bo'ldi. O'sha gap. Kelishilgan pulni beraman. Xo'pmi? Bo'ldi. Hop. Bo'ldi. Sizlar ishni davom ettiraveringlar, men hozir kelaman. Xo'p. Ha. Endi Farxonjon navbat ishlaymiz. Kechaman sal yelkam lat yegandi. Siz boshlang. Men keyin ishlayman. Bo'ldi. Yo'q, pirim. Qani. Hay! Joningni. Kuchliroq uring, balandroq ko'taring. Mana boltani yuqoridan, kallangizdan yuqoriga ko'tarilsin bolta. Aytga. O'xshamadi. Kuchliroq. Ayt. Boshqatdan. Ay. Otam. Ya qayerdasiz kerak? Bo'ldimi? Ya bo'ldi, o'tinni yorib tashladik. Hammasini beribdimi? Ya, sizga nima farqi bor buni? Ne cho'nchakka solyapsiz? Ya, solaman-da. Ya mana sheriyman-ku sizga, ikkalamiz sherik bo'lib keldik. Sherikchilik shunaqa bo'ladimi? Sherigimiz-ku ikkalamiz. Ya, mehnatni men qilgan bo'lsam, siz faqat o'tirdingiz-ku. Uf deb. Ha, o'sha uf deganimdan keyin, uxlagandan keyin yordingiz-da, bo'lmasa qanday yorardingiz qilib turib. Nima bo'ldi qilasiz? To'xtanglar. Tishlayman, nima bu baqir-chaqir, ha? Mening shaqim bermayapti. Ha? Ya, mehnatni men qilgan bo'lsam, bu faqat o'tirdi. Uf deb. Ha. Ya o'sha uf degandan keyin o'tin yorildi-da, bo'lmasa qayerda yorilardi? Hammasini men qilgan bo'lsam. Nima, to'xtanglar, hozir oydinlik kiritib beraman. Ha. Har bir narsaning yechimi bor-da. Pulni ber bu yoqqa. Qarang, qo'lim qaltirayapti. Bu yoq o'tinda yorayotganda siz o'tirgan joyingizda qilib o'tirdingizmi? Ha? Quloqni bering. Yaqinroq. Ana. Ovoz yoqadi-da. Qanday, nimani eshitdingiz? Shiqir pulni shiqirlashini eshitdim. Pulni shiqillasini eshitdingiz. Eshitdim. Bu mehnat qilayotganda siz qilib o'tirdingiz-ku, ha? Pulni shiqillashi sizni ish haqingiz. Ana.
Ya hormasinlar. Assalomu alaykum Tuhfatil aka, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Kene assalomu alaykum. Ha, yo'l bo'lsin. Qashqadaryoga. Chiroqchi. Oho, ilonlar vodiysiga deng. Qayerdan bildingiz? Bugun onasini tug'ilgan kunimi? Ha, yo'q a. Gap yo'q, olasida gap. Kene, yo'q, siz noto'g'rimi? O'zi rostdan Qashqadaryoda shunaqa joy bor, to'g'rimi ilonlar vodiysi? Ilon ko'p joy bor. Bor. Qo'shnim iltimos bor sizga. Qashqadaryoga ketayotgan ekansiz, shu Qashqadaryoda Qaynar buloq degan sanatoriya bor. Qaynar Buloq. sanatoriyasi. Ha, Qaynar sanatoriyasi. Sanatoriyani bulog'i bor. Ha, o'sha sanatoriyani bulog'idan bir ikkita bakalashkada suv olib kelib bersangiz, oshqozon sal mazasi bo'lmayapti. Iltimos. Ma'qul. Hozir olib kelaman. 2 minut. Aha. Hozir. Bo'l. Qashqadaryoga kishi yuradi. Qashqadaryoga kishi. Aka, pochta bor edi. Kimga bersam bo'ladi? Mana bizda pochtaga. Nech pul bo'ladi buni? 50 ming. Kam yo'qmi? Yo'q, 50 ming berasiz. Mana 50 ming. Kim oladi buni? Davondan tushganingizda telefon nomeri bor, telefon qilasizda o'zingiz. Bo'pti. Xabarlashasiz. Xo'p. Pochta bor, ey. Men olaman pochtani. Ma. Chop. Mana pochta. Mana senga puling. Men qara. Nima ketasan? Ana. Dosh, hayda. To'xta. Shunday ketasanmi? Ha, shunda. Pulni berqa. Mana bo'ladi senga. Hayda. Qashqadaryoga kishi, Qashqadaryo. Dadasi, nimaga bu tarafdan ketyapmiz? Ha? Nimaga bu tarafdan ketyapmiz? Voy, tomi ketgan 3tagina odam olib olaylik. 3tagina. Yo'l kiraga madad bo'ladi. Voy, ustimdan kulyapsizmi? Voy, men maza qilib ketmoqchi edim. Ha, 3 ta odam olsangiz, voy, men siqilib qolaman-u, tiqilib qolaman-u. Nimaga mana shunday qilaverasiz? Voy, shu siz ham yayrab ketyapsan. Bo'lmasa 300 ming ber. 300 ming? Nima uchun men o'zimizni mashinamizga 300 ming pul to'lab ketishim kerak? Ha, sani onangni tug'ilgan kuni bo'lyapti-ku, baraka topkir. Mana onamni tug'ilgan kuniga ketyapsak, men pul berishim kerakmi? Borsak boribmiz, onamni tug'ilgan kuniga. Voy, siqimdan. Baraka top. Ey, Nima bo'lyapti? sen tug'ilgan payti seni otingni nima qo'yishdi hamma hayron bo'lib turganda men aytganman otangga. Quvondiq qo'yamiz. Quvondiq-da. Sen quvondiqsan. Ha, menga qara, uka. Mana bu yog'i kun isib ketdi. Endi tashqarida yotish kerak endi. Mana karavotga taxtalarni qo'yasan. Xo'pmi? Xo'p. Buni o'tlarni o'rib, yerni ag'darib, ekin ekishga hozirlab qo'yasan. Bo'ldi, dondiramiz. Ha. Keyin mana u uzumni sal u yoq bu yog'ini hosil beradigan qilib to'g'rilab qo'ygin. Men Qashqadaryoga ketyapman. Qashqadaryodan nima qilasiz, ota? 6 oy oldin borganimda mana u chiroqchini avtovokzalida mana u kashalakni topib oldim. Ichida 50 ming so'm puli bor ekan. Keyin haligi Telegram, Instagram hamma kanallarga yozdim. Nima deb yozdingiz? Bu Qashqadaryoning Chiroqchi avtovokzalida kim kashalakni ichida 50 ming so'm pul bilan yo'qotgan bo'lsa, Toshkent viloyati Bo'ka tumani Madaniyat mahallasiga kesin beraveraman deb. Otam, bu 50 ming so'm uchun Qashqadaryoda 300 ming, 400 ming sarflab keladimi? Otam. Kelmadi-da. Shunga endi o'zim olib borib beraman deyapman endi. Menda juda ham zo'r fikr bor, ota. Aytqani? Shu pulni Ha. taksilardan pochta qilib jo'natib yuborsangiz, atigi 100 ming bo'ladi. Sen ham xumkalli ekansan. Uka, men u yoqqa qizim kelin bo'lib tushgan.
nevaralarim bor. O'shalarni ko'rib kelaman, yo'l-yo'lakay buni egasiga berib kelaman. Gap bu yoqda ekan. Ana. Endi gap bunday. Sen mana aytgan ishlarimni qilib qo'ygan, xo'pmi? Xo'p bo'ladi. Uyda seni Xudoga topshirdim. Kalit darvozada. Men sendan qolaman, xo'pmi? Omonatga xiyonat yo'q. Bo'ldi. Mayli. Ishlar bitirib qo'y-a. Bo'ldi. Pat. Jo'ra yaxshimisan? Qorma. Assalomu alaykum, yaxshiman. Kimsan? Rahmat, Xudoga shukr. Qaqqarab yo'l olding. Qashqadaryoga qarindoshlarnikiga. Aha. Shunga bir odam bo'lsa ozgina yoqilg'iga qarashib yuborasanmi o'zimda? Bor. Xarajat yoparak. Bor topamiz hozir. Maylimi? Voy qizlar, Qashqadaryoga 2 kishi. Kelinglar tez. Kelinglar arzongina mana yumshoqqina. Tez. Kelinglar. Qashqadaryogamizmi? Ha. O'tiringlar. Ana ikkita senga. Yana hayda. Yana bironta ber, Otam. Qayerga dedim? Qashqadaryoga ketyapsiz. Qashqadaryoga boraman. Chiroqchiga. Ana yumshoqqina mashina. Ketadimi? O'tiring. Oldiga o'tirib oling. Xotinlar bor ekan-ku bu. Otam. Men xotinlar bilan ketmayman. Otam, maza qilib, burun qilib ketasiz-ku otam. Otam. Ayollar bilan ketish mazza, lekin meni sog'lig'im ko'tarmaydi. Tormoz yaxshi ishlamay qolgan, kalotka tamom bo'lgan. İçken choyim 15-20 minutga bormaydi, udalet bo'lib ketyapti. Hatto shopirga to'xtat, hojatga borgim kelyapti deyish ayollarni oldida noqilaydi, uka. Endi bunday otam. Buni yo'li bor. Qanaqa yo'li bor? Mana shu bezovta bo'lishni boshladi deganingizdan oldingizdagi shopirga sekin shipshiysiz. Nima deyman? Bolam deysiz. Ha deydi. Yo'lga to'xtat. Shu oyog'imni kalishim sal siqyapti. Shu yo'lni chetiga to'xtat. Shu kalishimni yuvib olay desangiz bo'ldi, olam guliston. Bularning paroli shunaqa, o'zi tushunib oladi shopir. Tushunadimi? Tushunadi. Unda ketsak bo'ladi. O'tiring. Mayli. O'tiring. Ana senga odam, choy chaqa esdan chiqmasin. Otam. Hayda uka. Ketdi. Ketdik. Qayerga chiqdingiz endi? Qashqadaryoga boryapman. Chiroqchiga. Nima? Ukajon. Bir chekkaga shunday saqlasangizda, shunday tushib bir ko'shimni yuvib olsam, nima deysiz? Yo'lga endi chiqdik otam, shunday qilmang iltimos. Siz to'g'ri tushuning. Endi bo'lash bo'ldi, buyog'i sindi. Mana mashinaga chiqib bo'ldingiz-da. Buni chiqquncha bir chay bo'lishi kerak edi. Endi iloji yo'q. Hadeb to'xtab yurmaylik. Boshqa shoshgan mijozlar ham bor-da, hamma joyga to'xtab yurish ham yaxshi emas. Men tezda boraman deganman-da otam. Shuning uchun xafa bo'lmaysiz. Ko'ngilni keng qo'ying, Xudo xolasa 5 soat 6 soatda chiroqchida bo'lasiz. Voy, 5 soat deysizmi? 5 soat. Uzoq vaqt. Men shu har 20 minutda ko'shimni yuvib turishim kerak-da. Ko'shimni yuvib turishingiz kerak? Bo'lmasa nima qiladi odam, oyog'im siqiladi. Bo'lmasa yechib qo'ying. Ukajon. Xo'p deng, bir chetroqqa to'xtang, bir ko'shimni yuvoyin. Yo'q, otam. O'zi tez yurib bo'lmaydi. Har qadamda radar.
Endi yana bir har kovush yuvgani tushish bizni shopirlarga ham malol kelyapti-da. Ota, hozir manzilga yetib olaylik, o'zim kalishingizni yuvib beraman. Erimni ham kalishlarini o'zim yuvib beraman, ota. Xijolat bo'lmang. Oila qurganimizdan beri biron marta o'zimni kalishimni o'zim yuvmaganman. Nima egilsa qorin xalaqit beradi-da. Shuning uchun xotin cho'tka qilib yuvib qo'yadi. Yo'q, kelinjon, men hali shu yoshga kirib biron marotaba o'zimni ko'shimni birovga yuvdirgan odam emasman. Oy, bir joyda dog' qolmaydi. Ayb topolmaydigan qilib yuvib beradi otam. Bir duo qilib qo'yasiz. Ya, hali bilan odamga ruxsat bermayman men. Lekin sizni bir duoyingizni olsin. Shunaqa yaxshilab tozalab beradi. Yo'q. Bir hafta chang yuqsa ham bilinmaydi. Yo'q, uyat bo'ladi. Men o'zimnikini o'zim yuvaman. Yo'q. Nima uyat bo'ladi? Mana erimni ham kalishini, to'g'rimi dadasi? Faqat o'zim yuvib beraman. Siz ham xijolat qilmang, ota. O'zim yuvib beraman siznikini ham. Uyat bo'lmaydi otam. To'g'ri. Men eriman, ruxsat beryapmanmi? Yuvadi. Yuvasanmi? Yuvaman. Ana yuvadi. Men o'zim uyga borib yotaman, menikini shu yuvadi. Ukajon. Shiling chekkaga to'xtang, bir kovushni yuvaylik. Ota, biz ham borgandan keyin qovushlarimizni yuvamiz. Hammamiz birga yuvamiz, to'g'rimi? Xijolat bo'lmasdan ketavering, otajon. Bexijolat, otajon. Nima? Ukajon, metan keldi mana. Metan to'xtang shuyda. Mana nimaga to'xtamadingiz ey? Xudoga shukr, bizda mashin benzin. Gazga vala bormi? Shukr qiling. Voy, benzinda yurish ham o'zi bo'lmaydi. Qarang, yana metana. Voh. Mana qarang. M deb yozib qo'yibdi ya. Voy. Ukajon, ogohlantirib qo'yay. Mashinangizda yuvib qo'yaman shu kovushni hozir. Mashinda yuvib nima qilasiz? Yetib boramiz, tushganda yuvaverasiz dedim-ku. Vahima qilmang-a. Onda sonda yamaga tushamiz-da. 14 kunlab yomg'ir yoqqandan keyin. Kovushimni o'ng poyini yuvib qo'ydim. Qo'yingiz. Yana ozgina yuraylik, chap poyini ham yuvasiz. Dadasi tinchlikmi? Nima bo'ldi? Bu nima bilasanmi? Qo'shni Qashqadaryo Qaynar sanatoriyasidan suv olib beringlar dedi. Esimizdan chiqibdi-ku. Bilmagan odam ixlos bilan ichsa, ariq suvi ham shifo. O'zimizni krandan. Uyda suvdan to'ldirib shuni olib berib. Bo'ldi. Krandan. Olib chiqib bergin, 2 kun maza qilib ichsan, 6 kun ichib ketib yotadi. Bo'ldi. Yaxshi borib keldinglarmi ishqilib? Borib keldik, rahmat. Xo'jayinim shundoq charchab ish bilan shundoq. Qo'shninikiga chiqib ketdi. Mayli. Men o'zim olardim, bunaqa aytsangiz. Voy, rahmat. Qaynar sanatoriyasini qaynar buloqlarda voy Mehriddinjon oling. Rahmat, Kentaga. Rahmat. Shifosini bersin. O'tinglar uyga. Xo'p, rahmat. Chiqing o'zingiz. Xo'p, rahmat. Xotin akamga rahmat deb qo'ying. Xo'p. Buni joyida ichish kerakda, joyida. Qani, bismillahirrohmanirrohim. Buloq suvi boshqachada.
o'tgan efir oila qurishda nima keragi bor degan efirimiz juda ham katta rezonansga sabab bo'ldi, to'lqinlantirib yubordi ko'p insonlarni. Chunki birinchidan demak bu og'riqli mavzu. Alaykum assalom, alaykum assalom. Ke, qaraysan? Inson o'zini dunyoqarashidan kelib chiqib xulosa kecha bildirdi. Buni chiqqanda Kimdir bu o'ylanib yig'lab o'tirding. Xotinimga kerak emas ekanman, xotinimga kerak emas ekanman deb. Buguncha xursandmiz, ha? Tinchlikmi? Va nihoyat xotinim kerak ekan degan fikrga kelib qoldi. Mana buni ko'rgandan keyin, uzr so'rab chiqqandan keyin kerak bo'lib qolgandirsan-da, ha? Yo'q, u narsani ko'rgani yo'q hali. Kecha choyxonaga keldim. Sizlar bilan o'tirdik, oshlardan, qazilardan, dumbalardan yedim. Keyin uyga bordim. Bolalar uxladi. Ertalab tursam, xotinim atrofimda girdi-kapalak. Xotin kishiga albatta kerak ekan degan fikrga kelib qoldi. Choyxonaga kelib turish kerak, ko'rdingmi? Oshni da yeb turish kerak-da. Bugun yana qo'limga pul berib, o'zi choyxonaga jo'natdi. Qo'yib qoldim, o'tirinda. Bugun qazini yarmini yeysan sen. Assalomu alaykum akalar. Hormanglar, charchamasdan, yaxshimisizlar? Sizlargacha zo'r narsa olib keldim. Mana mozor bosdi suv. Qashqadaryodan shaxsan Qotilakani o'zlari olib berdi-da. Mana akalar, mana. Hozir bundan bitta ichsanglar, ming dardga davoda, ming dardga davo. Mana qani? Buni qarab qulog'ini boshqacha nima? Qani? Aka. Ana. Hayriyeti. Şuradan şöyle kara. Kesinler. Fadilaga, keldingiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi, sog'lardaksizmi? Yomon chanqab keldim dey. Qani mehmonlaringiz? Nima qaysi biridir? Mozor bosdi deb bir suv olib qo'ydi. Hammasiga quyib berdi, ichib, qorinlari og'rib qoldi, tapirib chiqib ketishdi. Suvda bir mo'ylovli yigit olib kelmadimi? Ha, qotmadan kelgan. Ha? Thank you.